Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xizmat bilan Gurlan tumanida tashrif buyurganmiz. Bu fermer xo'jaligidagi sigirlarni ultra tovush yordamida bo'g'oz qisirligini aniqlab, qisir mollarning qochmaganlik sabablarini tekshirishga keldik. Xudo xolasa barcha mollarni kuzatuvdan o'tkazamiz. Video davomida qisqacha qo'yib boramiz. Sababi ko'proq qo'yadigan bo'lsak, video bachkana bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun kuzatib borishda davom eting. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Quvvatlab turinglar. Bu videoni chorva qiziqadigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Davay ketdik, davomini ko'ramiz xudo xolasa. Yana hurmatli kuzatuvchilar, sigirlarimiz yayratish maydonchasida o'zingiz ko'rib turibsiz. Barchasi semental mollar. Yaxshi niyat, yaxshi nazar bilan kuzatib, kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni bayon qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Hammaning chorvasini Alloh baraka bersin. Hurmatli kuzatuvchilar, yana xudo xolasa birinchi molimizni hozir tekshirib, natijasini birgalikda bilib olamiz. Bismillah. Bo'g'oz beş yarım 6 aylık fermer bu. 5 yarım 6 aylık. Kısır. Bir liçeni etip veriş gerek. Bitsilin 5. Bu da şu gap.